Avvalambor assalomu alaykum. Mana Qosimbovni 5 ta bo'lalar bilan kelib yutib ketdim-man. Avvalambor mana 2 kilo somsa dedilar. 2 kilo somsaga qayriq, mayriq, sayriq dedilar, farqi yo'q. Yana tagida ikkita xashlikni o'rdim. Yana yo'lda ana ikkita somsa bor ekan, mayda somsa. Uni ham o'rdik. Qosimbov kelib yutib hammasini 100% ishoninglar, to'g'ri ekan. 300 ming so'm berdilar. Hamma narsalar suv asar. Mana yana ikkita ochni berdilar. Xo'p, mana Abdella bundan o'yindan oldin Qashqar $150 ikkalasi ikkita bo'lam. Ularga Qani qolganlar? Voucher. Voucher qayerda? 2 kilo. Avvalambor assalomu alaykum. Mana bugun keldik biza Bosim boboga, somsaga. Xo'p, hozir endi shartlar endi boshlanadi. Endi duo qilasizlar. Xudo xolasa mana Urgutdan keldik biza. Bo'llarim bilan keldik. Begona yo'q bu yoqda. Qadam bilan shikalekan, piqalekan degan. Qani? Ha. Gapir. Ana akamiz 15 daqiqada yeb bo'ldi, 300 ming so'm pul mukofoti. Rahmat ukajon. Boshlig'imiz aka. Rahmat. Rahmat. Qarsaklar bo'lsin. Rahmat. Ishondik. Bosim bobo haqiqatga to'g'ri ekan, mana keldik. Endi bu yoqda faqat to'ng'oqni oldik. Endi mana bonuslarni olyapmiz. Agar yana noto'g'ri narsa bo'lsa, yana hisobga chiqamiz. Assalomu alaykum hammaga. Mana bugun biz 2025-yil 23-aprel Bosim boboga 2 kilolik samsani yeyishga kelganmiz. Hozir Polvon akam уже startda turibdilar. Assalomu alaykum. Mana Bosim boboga yetib keldik. Biza begona emas. O'sha bo'llarim bilan bu yoqda hech ta begona emas. Mana hamma bo'lalar. Mana shu bugun niyat qildik endi yutamiz deb bu yoqda kezak. Hasan avvalambor assalomu alaykum. Mana Bosim boboga keldik. Mirjalolchi. Xo'p. Hozir Bosim bobo Dilshod Sanbesa qazasan. maydacha bola bor edi-ku, bloger. Men aytgan 3 marta aytdim-man. Hech bizga qaramaydi. Mana. Bo'lalar bilan assalomu alaykum. Mana bugun biza bo'lalar Qosim boboni samsasini yeyman deb mana chiqdik biza. Mana Xudo xolasa hamma bo'lalar bu yerga begona emas. Через 600 метров на светофоре поверните налево. Mana niyat katta. Niyat katta. Yutamiz endi. Assalomu alaykum. Mana bugun biz